Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan sistit mavzusini gaplashamiz. Sistit bu siydik tufagining shilliq qavatining o'tkir va surunkali yallig'lanish kasalligidir. Bu asosan yosh qizlarda va ayollarda ko'proq uchraydigan kasallikdir. Erkaklarga nisbatan. Sababi bu siydik yo'lining uzunligining kalta bo'lishi va keng bo'lishi oqibatida infeksiya tez kiradi va bunda sistit yuzaga keladi. Sistitning sabablari, ya'ni qanday yuzaga keladi, buni bilib olamiz. Bunda birinchi sabab oladigan bo'lsak, jinsiy yo'ldan keyin infeksiya tez kirishi. Ikkinchisi holatda oladigan bo'lsak, buyrak tosh kasalliklarida ham uchrashi mumkin bo'ladi va undan tashqari qandli diabet kasalligi sahrdan so'ng hojatga tez borish oqibatida infeksiya tez kiradi va undan tashqari esa buyrakda, ya'ni sovqotish, buyrak shamollash kasalligi oqibatida ham sistit tez uchraydi va undan keyingi belgi immunitning pastligi. Immunit past holatda ham, ya'ni infeksiyalar tez kiradi siydik yo'liga va bunda siz klinik belgilarni namoyon qiladi. Qanday klinik belgilar uchrashini ko'rsatamiz. Klinik belgi deganda, ya'ni organizmda qanday belgilar yuzaga keladi, ya'ni jinsiy yo'lda qanday belgilar yuzaga kelishini gaplashamiz. Birinchi navbatda homilador ayol yoki hojatga tez boradi. Tez borishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va undan tashqari siydikning kam chiqish holatini ham uchraydi. Ba'zan kishilarda esa siydikning kam chiqadi, loyqa bo'ladi, badbo'y hidda kelish holatlarini ham uchraydi va undan tashqari siydikning tutilish holatlarini ham, quvuqda og'riq bo'ladi, og'riq belgilarini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bundan tashqari og'riq lokalizatsiyasi quvuq atrofiga, qorin atrofiga ham berishi mumkin bo'ladi. Achish belgilari, ba'zan esa shilimshiq belgilari, ya'ni bunday oq qarashlar holatida ham sistit birdaniga uchrashi mumkin bo'ladi. Bu belgilar namoyon chiqqanda siz qanday diagnostika deganda tahlillar qilishingiz kerak bo'ladi. Doktorga bordingiz va qanday klinik tahlillar o'tkazish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda siz siydik tahlilni qilasiz. Siydik tahlilda leykosit miqdori yuqori chiqishi mumkin infeksiya oqibatida. Ya'ni leykositlar yuqori chiqadi, eritrositlar miqdori yuqori chiqadi, necheprinko sinamasida. Endi keyingi belgisi esa qon tahlilida. Masalan, bunda shamollash oqibatida esa mochina, kreatina, S reaktiv oqsillarining yuqori chiqish holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi asosiy diagnostika usullaridan biri bu UZI. UZI tahlili qilganingizda siydik tufagingizda shilliq qavatida o'tkir surunkali yallig'lanish kasalligi kechayotganini aytib o'tadi. Bunda siz uy sharoitida qanday davolash kerakligini bugun o'rgatib o'taman. Bunda siz uy sharoitida birinchi navbatda nima qilishingiz kerak bo'ladi? Infeksiya kirishini oldini olish uchun aptekalarda sotilgan oddiygina frostilin arzon va qulay narxda olasiz. Frostilin tabletkasini olasiz. Frostilin tabletkasini antiseptika sifatida siydik yo'llarga antiseptika artish uchun yoki foydalanasiz va undan tashqari esa romashkalarni ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Romashkalar, bularni siz 3 mahal, 4 mahaldan jinsiy yo'lga 3-4 mahal, ya'ni 3-4 mahaldan 4 kun, 5 kunga foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Eng kami 5 kun oladigan bo'lsak, 5 kunga lechina qilamiz, 5 kunlik lechina qilamiz. Endi bir martalik foydalangan dori vositalar, bularga masalan kiradi fosfomitsin. Fosfomitsin 3 gramdan chiqadi. Bular 250 ml iliq suvga tayyorlanadi va kechki payt ichiladi. Bir martalik foydalanasiz. Bu o'tkir sistitni oldini olish uchun ichiladi. Keyingi holatda og'riq bo'lyapti. Bunda noshiba ukollardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Noshibalar og'riq sifatida bir mahaldan 3 kun, 4 kun olishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari esa kaniferon,
siston tabletkalardan foydalanishingiz mumkin. Siston oladigan bo'lsak, sistitda sistonni 3 mahal 2 ta tabletkadan ichasiz. 3 mahal 2 ta tabletkadan. Buni 7 kunga ichishingiz mumkin bo'ladi. Agar yallig'lanish jarayoni bular yengil holatda, achchiq bo'layotgan holatda, uy sharoitida bularni foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari esa nitroksolin tabletkasi ham ichasiz. Nitroksolin tabletkasi 3 mahaldan 1 tabletkani ichishingiz mumkin bo'ladi. Bu retsept qog'oz oladigan bo'lsa, yengilgina sistit uchun foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Agar og'ir holatda bo'ladigan, isitma chiqayotgan bo'lsa, og'riq kuchli, qon aralashib kelayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Biz bemalol belgilarga qarab javob berishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu belgilarni qo'llaysiz. Endi oldini olish kerak bo'ladi. Qanday oldini olishingiz mumkin bo'ladi sistitda? Sistitni oldini olish uchun siz doimiy qand diabet kasalligi bo'ladi yoki turmush qurgandan so'ng infeksiyaning kirishini oldini olish uchun frostin, romashkalar, antiseptiklardan foydalanasiz. Undan tashqari esa immunitetni ko'tarish kerak bo'ladi. Immunitet past holatda ham sistit uchraydi va bu belgilarni doimiy nazoratda qilgan holatda siz sistitni oldini olasiz. Endi agar yaqin tanishlaringizda sistit uchragan bo'lsa, bu videoni uzatishni unutmang. Video orqali sizlar kerakli ma'lumotlarni oldingiz deb umid qilaman. Videodan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat.